حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Men aslida qaysi dinda yashayapman? Birodarlar, biz o'z-o'zimizga mana shu savolni berib turishimiz kerak. Menga ishona bering, chunki siz ertaga aynan mana shu yashayotgan diningizda vafot topasiz. Va yana sizni ishontirib aytamanki, Alloh taolo joningizni qabz qilib, ruhingizni chiqarib olganida, o'sha paytda diningizni ahvoli qanday bo'lsa, oradan millionlab yil o'tsa ham mana shu holatni hech qachon o'zgartira olmaysiz. Ba'zan quloqimizga chalinib qoladi, falon birodar vafot etibdi deyishsa, boshqa birlari Allohga qasamki, u namoz o'qimoqchi edi-ya, u uni qilmoqchi edi, buni qilmoqchi edi deya orqasidan eslab qolamiz. Birodar, unutmang, Alloh taolo uning jonini hali namoz o'qimasidan oldin oldimi? Demak, u hech qachon namoz o'qimas edi ham. Ta'kidlab aytaman, u baribir hech qachon namoz o'qimas edi. U qanday hayot yashab bu dunyodan qanday o'tgan bo'lsa, ertaga Alloh taolo qarshisida ham xuddi shunday turadi. Olimlardan biri bir voqeani shunday hikoya qiladi. Uni bir oila o'lim to'shagida yotgan qarindoshlari huzuriga chaqirib kelishadi. Bu olim ularning uyiga keladi va mashinasini chekkaroq bir joyda qoldirib, haligi o'lim to'shagida yotgan kishining uyiga yaqinlashsa, butun uy misrlik bir qo'shiqchining qo'shig'i sadosi ostida ekan. Haligi olim quloqlariga ishona olmaydi va ichkariga kirib uy sohiblariga Qur'on qo'yishni aytadi. Chunki oila boshi ularning otasi jon taslim qilayotgan chog'da bu qadar baland ovozda musiqa tinglashni qabul qilib bo'lmaydi axir. Shunda haligi olim kishi musiqa ovozini o'zi o'chirib, uning o'rniga Qur'ondan suralar qo'ya boshlaydi. Bilasizlarmi? Shunda nima sodir bo'ladi? O'zi o'lim to'shagida jon olishib qo'shni xonada yotgan ota, "O'chiringlar buning ovozini, musiqani qaytarib qo'yinglar. Qalbimni o'sha musiqa juda ham eritib yuboryapti" dermish. Qanday hayot kechirayotgan bo'lsangiz, o'lim bilan xuddi o'sha holatingizda uchrashasiz. Qo'ying boshqalarni. Ularning nima bilan shug'ullanayotgani bilan ishingiz bo'lmasin. O'zingizni nazorat qiling. O'zingizni biling. Hisoblab ko'ringchi, nechta sura yodlabsiz? Yana qancha namozlarni ado etishingiz kerak? Men sizlarning musulmon ekanligingizga shubha qilayotganim yo'q, aziz birodarlar. Aslo bunday emas. Ammo sifatchi, hayotimizdagi qilib yurgan amallarimizning sifatichi.